Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli tinglovchilar. Yana siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda yo'lga qo'yilgan tabrik loyihasidan sevimli boshlovchingiz Baxt bilan birgasiz. Bugun yana bir bor qalblarga quvonch ulashamiz, samimiy so'zlar ila dillarga yo'l topamiz. Har bir tabrik mehrdan yozilgan bir maktubdir. Har bir tilak qalbdan chiqqan eng pok tuyg'u. Biz bilan birga bo'ling, quvonchlarga sherik bo'ling. Dil so'zlaringiz sizni ilhomga chorlasin. Yaxshi kayfiyat, samimiy lahzalar barchasi siz uchun. Bizdan uzoqlashmang. Hali oldinda eng go'zal tilaklar, eng samimiy tabriklar sizni kutmoqda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum, yaxshi, rahmat. Tursunay opa bilan bog'landikmi? Ha, menman. Kech bo'lganda bezovta qilib qo'ymadikmi opajon? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sog' salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Doim yaxshi bo'ling, kayfiyatingizni yaxshi bo'lishini tilab qolamiz. Ayni paytda siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda yo'lga qo'yilgan tabrik loyihasidan boshlanmoqda. Tursunay opa, sizni Allohimga banda, Habibimga ummat bo'lgan tavallud ayyomingiz bilan tabriklayman. Sizga sog'lik, salomatlik, baxt, omad, quvonch tilayman. Ishlaringizda zafarlar yor bo'lsin. Doimo bandalar oldida yuzingiz yorug' bo'lib yurishini tilayman. Rahmat. Tilayman musaffo hayot. Hech qachon rejalar bo'lmasin barbod. Tilaymiz osmondek bayondoz baxtni. Aylang siz qabul ushbu tabrikni. Doim baxt, iqbol sizga yor bo'lsin. Yurgan yo'lingiz nurlarga to'lsin. Opajonim, eshiting qalbim so'zimiz, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yorug' bo'lsin yuzingiz misoli quyosh. Hayotingiz doimo quvonchga to'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Hammasiga ilohim birinchilardan bo'lib tabriklashni niyat qilgan edik va qalbingizga biroz bo'lsa ham quvonch olib kira olgan bo'lsak behayot xursandmiz. Rahmat. Quvondim. Opajonim, aytib ko'ringchi, bu samimiyatga to'la qalbdan chiqqan tabrik sizga qaysi mehrli insonlar nomidan yo'llangan deb o'ylaysiz? Shuni bilmay turibman, o'g'limmi? Qaysi o'g'lingiz? Kichkina o'g'lim Sarvarbekmi? Ro'yxatimizda ular ham bor. Yana kimdan taxmin qilasiz? Singlim bo'lishi mumkin. Musofirda singlim. Ismlarini ayta olasizmi? Maqsuda. Mashalloh. Topdingiz opajon. Sizni juda ham yaxshi ko'radigan singlingiz Maqsuda opa. Umr yo'ldoshingiz Karimjon aka. Farzandlaringiz Dilnuraxon, Suhrob, Sarvar, Muhammadalilar nomidan edi. Rahmat. Hammasiga arziysiz. Ilohim. Opajonim, sizning qalbingizni yanada quvontirish niyatida singlingizning yuragining eng chuqur iliq joyidan sizga atab yana bir samimiy tabrik yo'llashgan edi. Uni sizga o'qib eshittirsam maylimi? Xo'p. Bemalol joylashib bitirib oling, unda men boshlayman. Assalomu alaykum, mehribonim aziz opajonim. Bugun sizning tavallud ayyomingiz. Biz uchun eng quvonchli, eng muborak kunlardan biri. Siz men uchun nafaqat opa, balki doim yo'l ko'rsatgan ustoz, mehribon ona kabi panoh, yuragimga yaqin insonimsiz. Sizning mehringiz, sabringiz, oq ko'nglingiz va doimo boshqalarga yaxshilik ulashib yashashingiz bizga o'rnak. Hayot yo'limda har qadamimda sizning duoyingiz, qo'llab-quvvatlashingizni his qilaman. Shuning uchun ham siz bor joyda baraka, fayz va iliqlik bor.
Ilohim Alloh sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, qalbingizga cheksiz xotirjamlik va baxt ato etsin. Yuzingizdan tabassumingiz hech qachon arimasin. Qalbingizdagi orzularingiz birma-bir ushalib, farzandlaringizning rohatini ko'rib, doimo baxtli bo'lib yuring. Ularning to'ylarida boshchilik qilib yuring. Siz bizning faxrimizsiz, suyanchig'imizsiz va eng yaqin insonimsiz mening opajonim. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Boringizga shukr. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin deb 2 qator she'rni ham aytgan edi va bularni o'qib eshittiring deb shirin so'z bilan ajralib turgan, barchani qadrlab birdayin ko'rgan, mehr bilan boqib mehriga ko'mgan, dunyoga tengi yo'q opam bor meni, jonimga jon tumoq, jonimga rishta, ey joyi saramjon doim sarishta, mehrda tengi yo'q misli farishta, dunyoda tengi yo'q opam bor meni, misli oy yuzligim g'ururi osmon, balodan tayanchim jonimga posbon, Allohim asrasin doimo har qachon, dunyoda tengi yo'q opam bor meni, farishtalar ichra eng go'zal sanam, dunyoda ko'rmadim siz kabi opam, qalbimning to'rida o'zingiz hakam, dunyoni tengi yo'q opam bor meni, shirin so'zi bilan ajralib turgan, barchani qadrlab birdayin ko'rgan, mehr bilan boqib mehriga ko'mgan, dunyoga tengi yo'q opam bor meni deydilar. Uzr so'raymiz qalbingizni biroz yumshatganimiz uchun. Bu quvonch ko'z yoshlaridir. Rahmat. Sog' yursin. Ilohim. Baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin. Ilohim. Sog' yursin. Musofirda hozir. O'zi birgina singlim bor. Baxtimga sog' bo'lsin. Ilohim. Og'zi birchiliklaringizdan, ahilliklaringizga ko'z tegmasin. Hurmatli Tursunoy opa, tuhmatimiz esdalik uchun yozib olinmoqda sizning ham. Barcha oila a'zolaringizga, yaqinlaringizga, umr yo'ldoshlaringizga, farzandlaringizga va yagona singlingizga qalbingizning eng chuqur joyidan chiqqan so'zlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa bemalol aytishingiz mumkin. Shu fursatdan foydalangan holatda va yana qaytadan sizni gapirtirishga harakat qilyapmiz. Shu men baxtimga hammasi sog' yursin. Hammasi sog' bo'lsa men quvonaman. Men sog' bo'lishim uchun, men o'ynab kulib yurishim uchun hammasi sog' bo'lib, baxtli insonlar bo'lib yursa bo'ldi. Boshqa narsa so'ramayman Allohimdan. Singlimman farzandlari ko'p, kuyov bilan qo'sha qarib yurishlarini nasib qilsin Xudoyim. Amin. Hamma sog' bo'lsin. Shunday hamma sog' bo'lsinlar bo'ldi. Quvonchim shular sog' yursa bo'ldi. Boshqa narsa so'ramayman Xudoyim. Ilohim baxtingizga, singlingiz, umr yo'ldoshingiz, farzandlaringiz sog' salomat bo'lsin. Siz ularning vaqtiga sog' salomat bo'lib yuring. Hurmat va ehtirom ila tabrik loyihasi jamoasi nomidan sizni yana bir bor tavallud ayyomingiz bilan samimiy muborakbod etamiz opajon. Ilohim har bir kuningiz quvonch va barakaga to'lib tursin. Xonadoningizda fayzu baraka arimasin. Qalbingizdagi barcha ezgu tilaklaringiz ro'yobga chiqib yuraversin. Eng ezgu tilaklar bilan tabrik loyihasi jamoasi xizmatingizda bo'ldi. Tuningiz yaxshi osuda o'tsin. Ertalab yaxshi kayfiyat bilan tug'ilgan kuningizni qarshi olib, qolgan kuningizni chiroyli o'tkazish nasib etsin. Rahmat sizlarga ham. Sizlar ham sog' yuringlar.
Baxtga hech qachon tartmas sizlarga ham. Rahmat kattakon. Amin aytganingiz. Ishlaringni rivojini bersin. Xo'p, rahmat. Amin. Singlimga ham rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Arziysiz. Salomat bo'ling. Qalbingizga Xo'p, xo'rchilik rahmat. solganimizdan nihoyat xursandmiz. Salomat bo'ling. Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun, tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun, Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Bu kun didorga bir bahona, sof ko'ngillarga to'ldi bu koshona. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona, tavallud kuningiz muborak. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona,